Ana endi bu qandolat mahsulotlarini biz ham pishira olamiz dedik. Sertifikatimizni oldik va urra deb kursimizni bitirdik. Bitiriboq Malika opam bilan nimalar qilishimizni rejalashtirishni boshladik. Go'zal Kenemi va ularning dugonalari Saida opamni bu yoqda malaka oshirishga chaqirdik. Ularni ham xuddi bizdagi kursga yozdirdik. Ular ham borib bizani qandolatchimizdan dars olishdi. Darslar bitgandan keyin esa qandolatchi ustamiz bilan gaplashib, hammamiz praktikaga borishni boshladik ularning sexlariga. Sexda kerakli tajribani orttirdik. Keyin esa O'zbekistonda qilinadigan narsalarni rejalashtirish uchun qandolatchi ustamiz bilan ko'rishdik. Borida bu qandolat mahsulotlarini juda ham ko'p miqdorda bittada tayyorlashni hamma sir-asrorlarigacha o'rgandik. Ko'rganinglardek hamma assortimentdan, optimdan topshirishadi, o'zligini kafesida sotishadi. Biz ham vaqtni qo'ldan boy bermasdan bu sferada, ya'ni bu yo'nalishda optimiga qanaqa ishlanadi, nima mahsulotdan qanaqa miqdorda tayyorlaganda xato qilinmaydi, hammasini o'rganib oldik bahonada. Yaxshi ishlayapti. Yonimda bola ham o'zbekchaga qiziqib, yaxshi ishlayapti, nima degani, yaxshi ishlayapti, qanaqa etiladi deb rosa boshimni qotirgan edi, lekin baribir eplolmadim. Bu tayyorlayotgan narsamiz esa zagotovka. Kechki payt 5 da xo'jayinim bizani olib ketdilar ishdan, hammamiz charchaganmiz, hamma uxlayotdi. Ertasi kuni yana keldik, O'zbekiston uchun menyu tuzishni boshladik, qaysi pirojnilar bo'ladi deb. Bu orada hamma bolalar ishlashyapti, naryoda nimalarni rejalashtirishyapti, nimalar qilishni. Orada ba'zi pirojnilarni bizga tatib ko'rish uchun o'rtasini kesib berishdi. Bu yerda kenayimga ovqatlanishyapti. Men ishlayapman, keyin men ovqatlandim, ular ishlashdi. O'rtada turgan pirojni esa aslida Dubay pirojnisi va ustiga satilmagan, yaxshi ishlaganimiz uchun berishdi. Bu soat pirojnilarning ust qismi, dekor qismi, ya'ni bularni har gal Malika opam yasatdi. Maza qildik o'zi ham yasatish qismida. Undan tashqari lime va klubnikali, ya'ni qulupneli pirojnilarni yasatdilar. Har gal ularni tomosha qilish ham zavq edi. Orada men video olish bilan ovora edim, o'zim ish qilayotgandek ko'rsatib, bu yoqda faqat video olib yurdim desam yolg'on bo'ladi. Nimalardir qildim men ham. Bu bolalar uylanmagan bolalar, bular har doim mendan o'zbek qiz bormi uylangani deb so'rashadi. Hamma narsani yasatib bo'lgandan keyin ularni idishlariga, patnislariga qo'yib, xolodilnikka kerakli darajaga qo'yamiz har gal. Keyin esa ertasi kuni xolodilnik ko'rgani bordik. Xolodilnik ko'rgani keldik. Bu depo juda ham katta depo. Bular ham orqamda ko'rayotganinglar xolodilnik, morozilnik, стиральная машинasi. Shunaqa joydamiz. Video uzayib ketmasin, keyingi videoda nimalar qilganimizni davom etamiz. Ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.